Bugun G'ijduvon tumanida qishloq xo'jaligi sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan muhim amaliy seminar bo'lib o'tdi. Unda tuman hokimi, tuman prokurori, tuman ichki ishlar bo'limi hamda soliq inspeksiyasi rahbarlari, hudud mutasaddilari hamda fermer xo'jaliklari rahbarlari ishtirok etishdi. Seminar davomida g'alla parvarishi jarayonida mineral o'g'itlardan to'g'ri va samarali foydalanish, hosildorlikni 80-100 sentnerga yetkazish, shuningdek pilla yetishtirish sifatini oshirish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish maqsadida Xitoyning Shinjon usulidagi tomchilab sug'orish tizimi, qo'shqator 76 sxema asosida plyonka ostida ekish amaliyoti bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Bu tajribalar yuqori hosildorlik va resurslar tejamkorligini ta'minlashi bilan ahamiyatlidir. Shu bilan birga fermer xo'jaliklariga dala chetlariga ko'chat va nihollar ekish, oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash maqsadida sabzavot ekinlari hajmini ko'paytirish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berildi. Tuman huquqni muhofaza qiluvchi hamda soliq organlari rahbarlari tomonidan barcha vazifalar belgilangan muddat va qonuniy tartibda bajarish, soliq to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirish muhim ekanligi alohida ta'kidlandi. Bunday amaliy uchrashuvlar fermerlarimiz bilim va tajribasini boyitish, sohaga ilg'or usullarni keng joriy etish hamda tuman qishloq xo'jaligini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. G'ijduvon taraqqiyoti yurtimiz farovonligi poydevoridir.